AQSh eng ko'p bomba tashlagan davlat bilan aslida urush ham qilmagan. 1960-yillar Amerika Vyetnam urushiga botib qolgan. Minglab askarlar, tugamaydigan janglar, baribir g'alaba yo'q. Vietkong hujum qiladi, yana g'oyib bo'ladi. AQSh askarlari ularning ketidan o'rmon ichigacha kiradi, lekin hech narsani topa olmaydi. Washington bunga qarshi qat'iy javob berishga qaror qiladi va nihoyat haqiqat ma'lum bo'ladi. Ular Ho Chi Minh yo'lagi orqali qo'shni Laos hududidan aylanib o'tishardi. Shunda AQSh harakatga o'tadi. Osmondan yerga go'yoki o'limni yog'dirgandek bomba tashlay boshlaydi. 1964-yildan 1973-yilgacha osmon sira jim bo'lmaydi. 2 million tonnadan ortiq bomba tashlanadi. Germaniya va Yaponiyaga tashlangan bombalardan ham ko'proq. 9 yil davomida har 8 daqiqada bitta zarba. Ammo Laos betaraf mamlakat edi. Lekin azobini baribir uning xalqi chekdi. Qishloqlar yer bilan yakson qilindi. Dalalar zaharlandi. Oilalar parchalanib ketdi. Eng yomonicha, bu aslida hech qachon to'liq tugamadi. Oradan 2 hafta o'tganda ham bombalar hanuz shu yerda. Guruch dalalarida ko'milganicha yotardi. Yanada qiziq hikoyalarni ko'rish uchun obuna bo'ling.